Lazer qildirib orada shugaringga ham boryapsizmi? Siz natijani yo'qqa chiqaryapsiz. Nima uchun bunday bo'lishini hozir tushuntirib beraman. Yorug'lik nuri melanin pigmenti tomonidan yutilib, issiqlikka aylanadi. Ushbu impuls tuk tolasi va ildizni qizdirib, follikulani oziqlantiruvchi tomirlarni yo'q qiladi. Shikastlangan ildiz nobud bo'ladi, natijada tuk o'sishi to'xtaydi. Shugaring esa aksincha tukni ildizi bilan yulib oladi. Bunday holatda lazer nima bilan ishlashni bilmaydi. Oqibatda natija sekinroq, muolajalar soni esa ko'proq bo'ladi. Buning ustiga teri ham tiklanishi zarur. Lazer epilatsiyasi uchun tuklarning optimal uzunligi 1-3 mm ni tashkil qiladi. Tuklar uzun bo'lmasligi kerak. Muolajadan 1-2 kun oldin sohani yaxshilab ustarada tozalash lozim. Shunda lazer tukning ustki qismini kuydirmay, follikulaga ta'sir qiladi. Shuning uchun muolaja paytida ustara yoki depilatsiya kremidan foydalanish zarur. Shunda siz jarayonga salbiy ta'sir qilmasdan natijaga tezroq erishasiz. Ortiqcha muolajalarsiz vaqt yo'qotmasdan kursdan o'tishni xohlaysizmi? Izohda lazer deb yozing. Siz uchun mos sxemani tanlab beramiz.